Eshitdinglarmi, o'limni davosi topilibdi, shunga yugurib ketyapman. Ibn Sino o'limni davosini topgan. Insonni qayta tiriltiruvchi sirotni tayyorlab, tabiat qo'ynida yotib, eng yaqin shogirdiga joni chiqarchoq shu sirotni berib, shogird, hozir jonim chiqadi va shu sirotni sen meni og'zimga quyasan, men qayta tirilaman deb vasiyat qildi. Auzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Alloh azza va jalla insonlar haqida aytadiki, innal insana li robbihi lakanud. Albatta inson Robbisining ne'matlariga nonko'rdir deydi. Haqiqatda inson Robbiga nonko'r. Bu oyatning orqasidan Alloh taolo o'zi guvohlik berib aytadi va innahu ala zalika la shahid. Alloh taolo shunga guvohlik beryaptiki, insonni nonko'r ekanligiga. Robbiga nisbatan. Endi insonlar dedim-ku boshda. Insonlar deganda hamma insonlar bir xil, mana shunaqa degani emas. O'sha insonlarning ichidan bor nonko'r insonlar Robbiga. Dinini bilmaydi, tavhidning nimaligini bilmaydi, og'zidan nima kirib nima chiqayotganini farqiga bormaydi. Mana shunaqa johil insonlar haqida bu oyat. Nimaga? Chunki Alloh taologa aloqali bo'lgan, ya'ni Alloh taoloning o'zini zimmasida, o'zini qudratidagi bo'lgan masalalarga Alloh taoloning ishiga aralashishlik ham kufr bo'ladi. Chunki Alloh azza va jalla o'zi o'ldiradi, o'zi tiriltiradi. Alloh taoloning bu rububiyatiga aloqador bo'lgan masala haqida gapiryapti. Chunki Alloh taolodan boshqa hech kim o'ldira olmaydi. Alloh taolodan boshqa hech kim tiriltira olmaydi. Bu tavhid bu. Hozir mana bu aytayotgan Ibn Sinosini kofir ekanligi haqida 2 kun 3 kun oldin kichkinagina bir video rolik qo'ydim. Ibn Sinoning qarindoshlari, bola chaqalari, nevara chevaralari hammasi ashitdi. Kirib og'zidan nima kelsa bo'g'ziga yutmasdan kommentariy yozib yotibdi. Gapirib yotibdi gapini. Mana Ibn Sino bobolarini kofir ekanligiga yana bitta hujjat, yana bitta dalil. Birinchidan, mana bu johil aytayaptiki, Ibn Sino o'limini bilgan ekan. Qachon o'lishligini. Shogirdiga aytayapti, hozir men o'laman. O'lishini bilar ekan, hozir men o'laman. O'lganimdan keyin mana shu giyohni menga ichiradigan bo'lsa, o'limni shifosini topdim debdi. Birinchi gapirayotgan gapi ham kufr gap. G'aybni yolg'iz Alloh taolo biladi. Allohdan boshqa hech kim, hatto payg'ambarlar ham bilmaydi. Illoki Alloh taolo o'zi bildirgan g'ayb narsalarni payg'ambarga o'zi bildirgan ba'zi bir narsalarni payg'ambarlar aytishgan. Lekin hammasini emas. O'shanda ham Alloh taolo o'zi aytgan, bilgan payg'ambarlar. Endi qarab turinglar. Bu yerda bu qachon o'lishini bilar ekan. Alloh taolo oyatda nima dedi? Va ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Innalloha alimun xabir. Hech bir jon qachon, qayda o'lishligini bilmaydi dedi. Faqat yolg'iz Alloh taolo biladi. Mana shu oyat ichiga hammasi kirib ketadi. G'aybni ham yolg'iz Alloh biladi. Kim qayda o'lishligini, qachon o'lishligini ham yolg'iz Alloh biladi. Ibn Sinoin bilmaydi, u oxiratga ham iymoni bo'lmagan. Najosat bo'lgan u. Ahli ilmlarning gapi, meni gapim emas bu. Endi mana bu johillik chiqib bo'lib Ibn Sino bobomiz deydigan bo'lsalaring, sizlar din haqida gapiradigan bo'lsalaring, biz jim turmaymiz-da bunga. Nauzubillah. Birinchisi bu, ikkinchisi inson ozgina agar aqlini ishlatadigan bo'lsa, nimaga men endi o'zim bilmagan narsani da'vo qilib mana yerda 4-5 ta podpischi to'plashlik uchun yoki like yig'ishlik uchun gapirishligim kerak. Mana shu gapim bilan Alloh azza va jalla mendan rozi bo'ladimi yoki menga g'azab qiladimi degan narsani o'ylab ham o'tirmaydi. Endi bilmayman, endi bundan og'ir gap bo'lmasa kerak, Alloh alam. Chunki mana Robbini tanimaganligidan mana shunaqa gaplarni qo'rqmasdan gapirishlikda bu. Lekin o'ziga o'xshagan bir bashar ana yerda sen yashayotgan diyoringda ashitda insonlarga qay darajada zulmlar bo'lyapti, tuhmatlar bo'lyapti, bir og'iz o'shalar haqida gapira olmaysan. Duxing ham yetmaydi. Ozgina o'zingdan bir boyroq odam bo'lsa yoki bir kattaroq lavozimda ishlaydigan bo'lsa, gapira olmaysanlar, lekin butun koinotni yaratgan Alloh azza va jalla haqida sanlar gapirib yuboraversanlar, chunki johilsanlar-da, Alloh tanimaysanlar sanlar. Sanlar Alloh taoloni tanimaysanlar. Alloh alam, agar mashg'ulot deb o'yladigan bo'lsalaring, sanlar kofirlar bilan, mushriklar bilan jahannamda abadiy birga bo'lasanlar. Men shunday deb bilaman. Meni dinim, aqidam shunaqa. Ana shu sen yashayotgan O'zbekiston diyorida, ana shu sening ustidagi zolim podsholaring, hokimlaring naqd pulni hozirgi kunda qabul qilmayapti. Insonlar mana shundan zulm ko'ryapti.
naqd pul zapravkaga pul to'ladigan bo'lsa, zapravkani oldiga bir paynet ham qo'yib qo'yishibdi. Nima ekan? Naqd pulni to'larkan, u naqd pulni zapravka qabul qilmas ekan, keyin u naqd pulni chek qilib bersa, paynetga berar ekan, paynet har bir yechayotgan pulidan 1000 so'mdan pul olib qolar ekan. Necha pulga qo'yapsan? Necha pul pulga olib qolasiz shunda? Necha pulga? 50 mingga. 50 ming so'm. Nima sababdan endi? Video qilyapman. Ha, video qilyapman. Blogerman-da aka. Endi nima? Nima sababdan? Nimasi u endi? Paynetdan kartaga qasab to'lov qilib berganimiz. Aka, Paynet so'yapman. necha pullik solyapsiz? Necha pullik qo'ydingiz? Necha pul beryapsiz? Necha pul olib qoladi? Bilmadim 50 ming beradi, 50 ming deb beraman dedi. 50 ming. 1000 so'm. 1000 so'm pulga olib qolaman. Zo'r biznes topsizlar-da. Siz paynetmisiz shuni? Paynet. Oddiy paynetsiz. Tashi zo'r bo'lyapti mana-da. Bu yoqqa boryapti, naqd pul beryapti, naqd pul olmasdan bu yoqqa beryapti. Alaykum assalom. Rahmat, xudoga shukr. O'zim maytda bo'layotgan vositani videoga olib tarmoqqa qo'yaman. Bo'ldimi? Xolosmi? Xullas mana aytdan kelyapti, u kimnidir kartasi bor, kimnidir kartasi yo'q. Kelyapti, naqd pul bu yoq olmayman deyapti, chek beryapti, bu yoqqa chiqarib beryapti. Bu yoq 1000 so'm evaziga hisob qo'yyapti. Mazza-da вообще. Hali bitta ish o'rin yaratishmi bu? Sizdan naqd pulmi? Ha? Mana bu yoq naqd pul ekan. Zo'ra, nimaga mana shular haqida birortadan chiqib gapirmaysizlar? Sizlar haqiqiy Alloh taologa nonko'r bo'lgan johilsanlar. Alloh azza va jalla sizlarni hidoyat qilsin agar hidoyatga loyiq bo'lsalaring.